Sport sog'lom xalq, sog'lom avlodning tayanch ustunidir. Shu bois davlatimiz rahbari boshchiligida bu sohaga katta e'tibor qaratilmoqda. Yoshlar o'rtasida ommaviy sport musobaqalarini tizimli tashkil etish orqali sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish maqsadida Navoiy viloyati Navbahor tumanida yoshlar va sport festivali tashkil etildi. Muxbirimiz lavhasi shu haqda. Ayni vaqtda biz Navoiy viloyati Navbahor tumanidamiz. Bunga sabab esa erta tongdan yoshlar va sport festivali doirasida Shijoat va g'ayrat harbiy sport musobaqasiga start berildi. Saqlagichga qo'yiladi. Magazin qo'yiladi. Bo'ldi. Tongi sog'lomlashtirish mashqlari bilan boshlangan tadbir kun davomida gimnastrada, otam, onam va men, quvnoqlar va zukkolar, shaxmat va shashka, voleybol, qo'l to'pi, suzish musobaqasi, Shijoat va g'ayrat davlat xavfsizlik xizmati kubogi kabi 20 ga yaqin loyihalarni qamrab oldi. Navbahorlik yoshlar faolligi har jabhada sinovdan o'tkazildi. Yoshlar va sport festivalida har bitta mana bog'cha bolasi bo'ladimi, nuroniy bo'ladimi, hammasini to'liq qamrab olishga harakat qildik. Festival doirasida biz Shijoat va g'ayrat harbiy sport musobaqalarini ham rejalashtirgandik. Bugun mana aynan mana shu sport musobaqasi ham, harbiy sport musobaqasi ham davlatimiz rahbarining 14-fevraldagi yoshlar bilan uchrashuvda bergan topshiriqlarni aynan ijrosi desak to'g'ri bo'ladi. Buni mana Navbahor tumanida birinchi bo'lib start berildi va boshlab oldik. 41 ta mahallada mana shu har bitta mahalladan 41 ta mahalladan jamoalar shakllantirilib, ularni o'zlarini birinchi navbatda harbiy vatanparvar ruhida tarbiyalashga qaratilgan loyiha hisoblanadi. Buni barcha shahar tumanlarimizda o'yin kun davomida o'tkazib, mana shu eng ko'p yoshlarimizni, butun mana shu aholi qatlamini mana shu qamrab olishda rejalashtirganmiz. Navbahorning 41 ta mahallasida istiqomat qilayotgan yoshlarni bir maydonda jamlagan mazkur yoshlar va sport festivali o'z nomi bilan sog'lom inson, sog'lom millat g'oyasini umummilliy harakatga aylantirdi. Shijoatli va g'ayratli yoshlarni kuzatar ekanmiz, ularning mardlar tushadigan maydonda har birining alohida izi va uslubi borligiga yaqqol guvoh bo'ldik. Festival esa ular kabi yosh qalblarning mahorat va iqtidorini yuksaltirishga xizmat qildi. Navbahor tumanida erta tongdan yoshlar va sport festivali doirasida mashg'ulotlarni olib bordik. Bu bizga vaqtimizni mazmunli tashkil etish va sog'ligimizni mustahkamlash uchun yordam berdi deb o'ylayman. Men bundan keyin ham muntazam ravishda bu mashg'ulotlarni olib borishga vaqtimni mazmunli sarflashga harakat qilaman. Chunki bu bizga kun davomida tetiklikni va sog'ligimizga foyda keltiradi. Shijoat va g'ayrat musobaqalari boshlandi. Bu musobaqada men Navbahor tumani Navbahor mahallasidan qatnashaman. Sportning yugurish turi bo'yicha 200 metrga yugurishdan qatnashaman. Hammada kayfiyat a'lo. Xudo xohlasa respublika bosqichlariga chiqib, o'zimiz shijoatlarimizni ko'rsatib, munosib o'rinlar olishga harakat qilamiz. Jarayonlar ketma-ketligi badiiy qismga, ya'ni kechki gala konsert dasturiga ulanib ketdi. Bunda dastavval kun davomida turli loyiha va musobaqalarda yuqori natijalarni qayd etgan yoshlar mutasaddilar tomonidan taqdirlandi. Gala konsertdagi barcha chiqishlar ham shu kuni faqatgina yoshlarga ataldi. Yoshlar va sport festivalini esa yuqori kayfiyat hamda mushakbozliklar yakunlab berdi.